Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli aziz qarindoshlar. Bugün to'xtalmoqchi bo'lgan darsimiz Allah subhanahu wa ta'alaning roziligiga erishgan va Allah subhanahu wa ta'aladan rozi bo'lib ketgan islomning tunji avangardlari Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge hamrolikni, sahobalikni eng yaxshi qilgan sahobalardan bo'lgan Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu haqida to'xtalamiz. Dersimizge başlasak aziz qarindoshlar. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillahi ve men vala amma ba'd. Bugünkü to'xtalmoqchi bo'lgan sahoba Xolid ibn Valid hammamizga tanishliq. Jasur qo'mondon. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin atap berişi boyunca Allah'ın keskin kılıcı. Bütün jangchilarning, bütün chavandozlarning piri bo'lgan İslamiyet Resulullah'ın sahabelerden keyin onu o'ziga o'rnak qiladigan eng ziyrak, taktiklik, jasur, qo'rqmas, sadoqatman qo'mondon Xolid ibn Validdir. Xolid ibn Validning qisqacha tarixini so'zlashdan keyin Xolid ibn Validningki biz ilishqi tegishlik ba'zi bir alayliklar haqida to'xtalamiz. Xolid ibn Valid hicretdan ilgari 30 yıl ilgari, yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den 20 yaş burun tug'ilgan, miladiya 592 yılı tug'ilgan sahabi bo'lib, tug'ilgan vaqtida onun ailesi nait boy, mertebelik, kişilerde nait o'rinliq bir aile edi. Xolid radhiyallohu anhuning dadasi bo'lsa Valid ibn Mughira al-Makhzumi. Makhzumi qabilesidagi Valid, yani Valid ibn Mughira bo'lib, jamoat ichida nait yüz obro'yliq va nait boy kishi edi. Hattoki shu vaqtning o'zida Makkaga kelgan musofirlarni mehmon qilish uchun faqat "Menni mehmon qilma, meninglam qozinim qaynash kerak, boshqanglar to'xtanglar, men yetishima" degan ana shundoq bir mal dunyo sehi, yani boy kishi edi. Xolid ibn Validningki 9 dona qarindoshi bo'lib, 6'sı o'g'il, 3'i qiz deb bayon qilindi. Ba'zi rivoyatlarda qarindoshlari haqida ba'zi farqlar kelgan. Xolid ibn Valid dastlabki mezgillarda, yani xuddi arablarning odati bo'yicha, yani imitilishga berilib, sahroda nihoyat jasur, nihoyat sab tili bilan qo'rqmas holatda yetilgan. 10 yoshga kirgan vaqtdan tortib chavandozlik, o'q etish, qilich shiltish, mushu faoliyatlar, mushu ishlar bilan shug'ullangan bo'lib, at bo'libmi chavandozlikda va o'q etishda Allah shu atrofdagi kishilarning eng oldin qatorida turdi. İslamiyet'in ilgari Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslam'dan ibareten bu büyük nurni Mekke diyarida yo'rtishdan ilgari Xolid ibn Valid her vakit o o'g'lash bilan ba'zi bir janglarda oldin qatorda xizmat qilib kelgan edi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'ten ibaretten bu nurni yo'ritgan vaqtning o'zida Xolid ibn Valid mu bilmasdan, yani Peygamber aleyhisselamning da'vatiga qarshi chiqqan atrofidagi kishilarga o'xshash. Xolid ibn Valid Peygamber aleyhisselam bilan bo'lgan Badr urushiga qatnashmagan, ammo Uhud urushida musulmonlarni xili talafotga uchratgan. Sababi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tağının bir tarafisiga o'rinlashtirib qo'ygan o'qchilar o'zining vazifasini tashlab, mas'uliyatini tashlab, yani biz dushmanlarni yengdik, mushriklarni qo'g'lab qildik, hamda g'animat olamiz deb savallik ko'rsatib tushib ketgandan keyin Xolid ibn Valid oq tarafdan bostirib kelib, musulmonlarni qo'rshovga muhosiraga olgan, ig'ir talafotlarni keltirgan.
Ve onundan keyin Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin edişide Halid ibn Velid'nin Müslüman buluşuğa alaydı bir ümidi var idi. Bu yerda bir to'xtaladigan mesele aziz qarindoshlar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her vaqt iqtidorli kishilarni, kishi jamiyatda ta'siri o'rni va kishilarni o'ziga tortishga alayda ahamiyat beradi. Bunun biri Peygamber aleyhisselam Ebu Cehil yoki Umar ibn Xattobdan ikkisining birisining musulmon bo'lishni to'liq orzu qilganligini, uning bilan islomning kuchaydiganligidan xabar bergan. Va shuning o'xshash Halid ibn Veliddan bir musulmon bo'lib qolishni alayda umid qiladi. Hicretning Peygamber aleyhisselam hicret qilib 6-yilnisi Mekke'ge hajj qilish uchun qaytib keldi. Bu vaqtda mushriklar to'sib qo'yib, Rasulullohni kirgizmadi va Hudaybiya sulhi orqali kelarchilik kelishga ruxsat qilganligini bildirdi. Kelarchilisi hicretning 7-yilnisi Peygamber aleyhisselam shu kelishimiga asosan Mekke'ge hajj umr qilg'ili keldi. Ve bu vaqtda Halidning tağısının oğlu Velid ibn Velid'ge sen Halid'nin kimmiş kılıvatgalıqını bilemsen, onunla yetkizip koy. Halid tek bir cesur insanın İslam'ını bilmezliki yaxşı iş emez. Eğer o müşriklerinin kışıdı emez, bizden kışımızda Müslümanlarının kışıdı boğan bolsa, onunla nayetim güzel iş boğan boludu. Biz onu başkalardan evzel körütük degen sözünü kılgan. Velid derhal Halid raziyallahu anhuga bu gapni yetkizib islomga da'vat qilib yozgan vaqtda qalbiga islomga kirish va islom bilan musharraf bo'lishdan iborat bir o't kirgan. Hattoki Payg'ambar alayhisolamning qishig'i kelib musulmon bo'lgandan keyin Abu Bakr raziyallohu anhuga bir tushini bayon qilgan. O tushda Xolid qattiq bir qiyin, jafoliq, nihoyat tar bir o'ringa kirib qolganligi, nihayet qurg'oq bir rayonga kirib qilib, nihayet qizlangandan keyin buk baraqsan, nihayet kengri, huzurliq bir o'ringa chiqqanligini bayon qilgan Abu Bakr mana shu kufr qorong'uligidan, kufrning torchiligidan islom nuriga, islomning ozodi va kengchiligiga chiqqanligining namoyandasidir deb bayon qilgan. Halid ibn Velid raziyallohu anhu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni görüp iman etti ve Resulullah'a kol berip Resulullah üçün hizmet kılışqa va'da berdi. Yani İslam bilen müşerref oldu. Hicretning 8-yili ise Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Haris ibn Umayr al-Azdi degan sahabini Busraga öğretken. Sebebi yani şu yerdeki şu rayonninki başlığı, yani Rom'ның vekiliga İslam'ni davet qilish uchun o'tgan vaqtda o kishi bu Haris ibn Umayr al-Azdi degan Rasulullohning elchisini o'ldirgan. Shu sabab bilan Payg'ambar alayhisalom bu urush hammamizga ma'lum bo'lishi mumkin. Bu Mu'tad urushi deb tarixda yozilgan. Bu urushga Payg'ambar alayhisalom 3000 kishilik qo'shin tashkillab, uningga qarshi turishga o'tgan. Ama o yerdeki kişi bolsa Şurahbeyl ibn Amr degan kişi özünün adamlarını ve Rum tarafından yardımga çağırıp nurg'unlagan qo'shin toplagan. Bu vaqtda Müslüman qo'shin urush qilamdiq yoki Rasulullahga adam evertib, Rasulullahning yo'riqini alamdiq degan haqida maslahatlashib, oxiri biz Müslüman Allohning bandalarimiz, Allah bizga yordam beradi, Rasululloh biz uchun duo qiladi, biz bu urushga kiramiz deb qaror oldi va urushga kirdi. Peygamber aleyhisselam bu urushqa sahabilarni o'tgan vaqtning o'zida dastlabda urushqa Zayd ibn Haris qo'mondonlik qilsin deb belgiladi. Agar u uningga shahodat etib shahid bo'lib qolsa, Ja'far ibn Abi Talib bo'lsin dedi. Agar u shahid bo'lib qolsa, Abdullah ibn Ravaha bu urushqa qo'mondonlik qilsin deb 3 kishini Rasululloh belgilab qo'ydi. Rasululloh aqısını görüp bu komandan eğer şehit olsa onundaki mao deb 3 kişini belgilep bo'lgandan keyin eğer bunun yana şehit olsa yana bo'lmay qalsa öz içinlarni tanlab chiqinglar dedi. Allohninki shahodat nasib qilish bilan Zayd ibn Haris ve Ja'far ibn Abi Talib, Abdullah ibn Ravaha bu 3 komandan aqıdan şehit bo'ldi. Müslüman askerler, mümin askerler ularga bir xil endişe, qo'rqinchi ularni qaptig'ila turdi. Ve bu vaqtda o'zaro maslahatlashib Halid ibn Velidni qo'mondon qilishni sahobalar qaror qildi.
Halid ibn Velid qo'mondonlik ustiga chiqqandan tortib darhol qo'shinning sepini o'zgartdi. Aqını aldını aqısıga, yanını o'ttirni chetga elib, yani ma o'rindagi odamlarni boshqaga yo'tkash orqali dushmanlarning ko'zida yangi bir xil holatni shakllantirdi. Va aq tarafdan to'xtamay chang-to'zonni chiqarib turib, qarshi tarafdan bir musulmon yordamchi qo'shinning kelganligini dushman tarafga sezdirishni maqsad qildi va umumyuzlik hujumga otlanadi. Bunu ko'rgan dushmanlar, ya'ni kofirlar Peygamber aleyhisselamның qo'shinlarining yordamchilari kelga o'xshaydi. Yordamchi qo'shin bu yerga kelib qopti deb andishiga kirib, oq tarafga chekinib turdi. Halid ibn Velid o'zining taktikasi va o'zining zerakligi va urush mahoratini ish qilib turib, musulmon qo'shinni sog'-salomat holatda qutqizib, keyniga chekindi. Bu vaqtda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de turib etrafidagi musulmonlarga şu jangning ahvolidan xabar bergan edi. Allah'ның ko'rsishi bilan, Allah'ның xabar berishi bilan, Allah bildigan g'ayb e'tibori bilan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem shularga ayni voqeani so'zlab beryapti. Voqeada deydiki, ya'ni dastlabda Haris yiqildi. Zayd ibn Haris yiqildi. Ondan Ja'far yiqildi. Ondan Abdullah ibn Ravaha yiqildi. Allah'ның qilichlaridan bo'lgan bir qilich bayroqni oldi, qo'mondonlikni vazifasini topshirib oldi. Allah'ның izni bilan shu kunisi shu jangda nusrat qozondi deb Payg'ambar alayhisalom sahobalarga xabar beryapti. Va Payg'ambar alayhisalom Halid ibn Velid kelgandan keyin Sayfullohil Maslul, Allah subhanahu va taolaning keskin yalang'ochlangan qilichi deb ad qo'ygan edi. Halid ibn Velid o'z hayotida Rasululloh bergan mana shu nomga loyiq holatda yashadi. Nurg'unlagan janglarga ko'zini qirqmasdan jasurona holatda bo'sib kirdi. Nurg'un dushmanlarni vayron qildi, yer bilan yakson qildi. Nurg'un yurtlarni fath qildi. Peygamber aleyhisselam vafot topgandan keyin Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin halifesi Uzbasari halifesi Abu Bakr radhiyallahu anhu halife oldu. Bu vaqtda hammamizga ma'lumki, nurg'un kishilar Rasululloh vafot topgandan keyin islomdan bir turkumlari murtad bo'lib, kofir bo'lib yenib olgan. Bir turkumlari agar kofir deb o'zini e'lon qilmasa-mu, musulmonlarga davlat topshiradigan boj va zakotlarni topshirishdan voz kechgan edi. Abu Bakr radhiyallahu anhu bu vaqt keskin turib, agar Peygamber aleyhisselamның zamanısı topshirayotgan zakotdan bir rivoyatda bir o'g'loqchilik va yoki bir arg'amchilik narsani menga topshirmaydi ekan, ular bilan ta shuni topshirguncha men jihad qilaman degan maydonda turdi. Halid ibn Velidni bir qancha qo'shinlarga qo'mondon qilib o'tdi. Bularning qatoridan murtadlarga bo'lgan urush va Peygamber aleyhisselamның peygamberlik davasını qilib olgan Musaylimatul Kazzabga açqan urushlar bo'lsin, har urushda Halid ibn Velid o'zining iqtidorini, o'zining jang san'at mahoratini, botirligini ko'rsatdi. Va butun qo'shinda Halid ibn Velid qo'mondon bo'libdi desa, biz g'alaba qiladi ekanmiz, yengadi ekanmiz deydigan bir fikrini, bir o'y xiyolni butun musulmonlarga, jangchilarga soldi. Şuna bazı sahabelerden bayan kıldığı rivayetlerde Halid ibn Velid'nin qo'mondonligiga kirgan jangda biz xotirjam edik degan bazı voqealarni bayan qilingan. Ve onundan keyin Peygamber Abu Bakr radhiyallahu anhu bu murtadlarni bir taraf qilib bo'lgandan keyin aqadan fathilarga, ya'ni Iroq, Sham taraflarga ve onundan başka Busra, Mushu, Dimashq taraflarına, hamma taraflarga İslam ishqa Halid ibn Velidni qo'mondon qilib o'tdi. Iroq tarafda nihoyat keskin urushlarga qatnashdi. Bu vaqtda yana Halid ibn Velid o'zining jang mahoratini, jang san'atini har vaqt namoyon qilib keldi. Farislarga bo'lsin, Rumliklarga bo'lsin, Yamanliklarga bo'lsin, har tarafda o'zining ustunligi, jang taktikasi orqali ba'zi hiyla bilan, ba'zi hujum bilan nurg'un fathlarni qildi, nurg'un shaharlarni fath qildi. Va Abu Bakr radhiyallahu anhuning zamonasining oxiriga kelgan vaqtning o'zida Sham tarafdan Rumliklar alayda musulmonlarga qarshi tashkillandi. Bu urushqa Abu Bakr radhiyallahu anhu, Amr ibn Az, Abu Ubayda, Yazid ibn Abi Sufyan o'xshash
bir qancha kishilarning qo'mondonligiga, birikkan kishilarning qo'mondonligida bir turkum askarlarni u yerga o'tdi. Ammo rumliklar qattiq ko'p tashkillangan bo'lib, musulmonlardan bir qancha hassi ko'p edi. Va rumliklar biz endi musulmonlarni biz tugitadigan bo'ldik. Ularni yer bilan yakson qildigan bo'ldik degan so'zlarni dedi. Bunu anglagan Abu Bakr radhiyallohu anhu darhol rumliklarning yo'g'onchiligini, shaytoniy havaslarini Xolid ibn Valid orqali yo'q qilaman deb Iroqdagi Xolid ibn Validga tizdan buyruq tushadi. Sen Haris ibn Musannahga qo'mondonlikni berib, darhol Sham tarafga otlangan, Yarmuk tarafga otlangan, shu yerga berib, sen qo'mondonlikni o'zing olib, shu urushni sen shu urushga mas'ul bo'lgan degan buyruqni o'tdi. Xolid ibn Valid darhol qo'mondonlik askarlarining bir turkumini u yerda qo'yib, bir turkumlarini olib Sham tarafga qarab otlandi. Bu yerda ikki yo'l bor edi. Biri tuz ammo uzun edi. Yana biri sahra tog' yo'li bo'lib, jafo mushaqqatli edi. Ay yo'lda borsa yetishmas ehtimollik quvvatda tuz yo'lda. Ammo tog' yo'li bilan sog' salomat boralsa yetishalaydi. Mushu yo'lni tanladi. Ve nayt ustalık olan ig'ir yük almasdan içidiğan'a fakat her bir kişi 5 günlük içidiğan su yemeklik elip aladigan, tögilerinin bir türkümlerinin ki karnıga suyunu toşturup ağzını tengip mağadigan, eğer atlarını suğurdigan iş olap kalsa her günesi tögilerini soyup karnıdaki suyunu çıkarıp sütülen arlaştırıp atlarını suğurdigan, manım oşundak plan lahiye bilen mağdi, del 5 gün bola bulmasdan Şam'a itip vardı. Yetib berib darhol bu qo'shinni tartibga solib 3 bo'lakka bo'ldi. Bir bo'laki Amr ibn Asning qo'mondonligida, yana bir bo'laki Abu Ubayda ibn Jarrohning qo'mondonligida, yana biri Yazid ibn Abi Sufyanning qo'mondonligida 3 yerga bo'lib turib, o'zi butun qo'shinga qo'mondonlik qildi va shu yerdagi Rom askarlarini yer bilan yakson qildi. Mushu urushdan burun Xolid ibn Valid nihoyat balog'atlik bir nutq so'zlagan edi. Buni qisqartib so'zlasak, ey musulmonlar, sizlar Allah yolida bugun jihad meydoniga keldinglar. Agar bugun biz yengilsak, Rumliklar g'alaba qilsa, bundan kim bizga g'alaba yo'q, ular bo'ynimizni pukaytib qoladi. Ammo biz bugun mana shu urushda Rumliklarni mag'lub qila olsak, ta oxirigacha biz ularni mag'lub qila olamiz. Bu hal qilg'uch jangdir deb butun musulmonlarga qo'shinga alayda rag'bat verdi va o'zi safning oldida turib etildi. Bu kunki qahramonligi, botirligi tillarda dastondir, nurg'unlagan she'r qasidalar bilan bayon qilingandir. Ko'pincha qarindoshlarimizga bu urush, bu voqelik yine yo'shirin emas, har qarindoshlarimiz asosiy jihatdan bu voqeani biladi. Xolid ibn Validning eng oxirgi urushlarining qatoridan bo'lgan bu urush edi. Mushu urush safarida yo'llagandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu olamdan o'tdi. Xalifelik o'rni, Amirul Mu'minlik o'rni Umar radhiyallohu anhu qoldi. Umar radhiyallohu anhu boshqalarning butun qo'shinning va atrofidagi kishilarning fitnaga tushib ketmasligi, ya'ni Xolid bo'lmasa urushda mag'lub bo'linadi, Xolid bo'lsa bo'ladi, Xolid bo'lmasa bo'lmaydi deydigan kishilarning kallasiga shunday ishning kirib qilishi, ummatni shuning qilib bog'lab qilishdan iboratdan bir ezib ketishning oldini olish uchun Xolid ibn Validni o'zining vazifasidan oldi va Abu Ubayda radhiyallohu anhuni bosh qo'mondonlikqa tayinladi. Xo'sh, eng oxirgi urush mushu bo'ldi. Endi bu yerdagi masala Xolid ibn Valid o'zi mahorat jihatda bo'lsin, botirlik jasoratdasi bo'lsin, urush san'atida bo'lsin, hammasidan ustun. Ammo bu sahaba mayli qo'mondon bo'lsin, mayli askar bo'lsin, har vaqt o'zining aloyidligini joriy qilgan edi. Eng muhimi, men iqtidorliqdim, meni yuqoriga olmadi, meni qo'mondon qilmadi va yoki men ilg'or turib, meni elivitib o'rnimga adam chiqadi deb musulmonlarni bo'ladigan, askarlarni parchalaydigan, islomning birligiga ta'sir yetkazadigan hech qanday faoliyatda bo'lmagan edi. Bu bizga eng o'rganishga, eng o'lga elishga tegishlik bir temadir aziz qarindoshlar. Bizde ko'pincha bo'ladigan ahvol nima desa, kichikgina bizning o'rnimiz ya o'zimizning belgilangan o'rindan chiqib qolsa, biz tega o'rniga chiday olmaymiz. Agar biz yuqoriroq o'ringa chiqib qolsak, uningga kibrlik qilib, uningga patmay qolib qolamiz. Bu eng nachar bir ahvoldir. Sahobalar undaq emas edi.
Xuddi Xolid ibn Validni ko'rganimizdek, mayli qo'mondon bo'lsin, mayli askar bo'lsin, har vaqt jangovarlikni yo'qotmagan edi. Uning vazifasi qo'mondon bo'lish emas, islomni ustun qilish. Allohning kalimasini yuksaltirish. Allohning adolatini butun zamonga yeyish edi. Shuning uchun mishad eng o'rnak oladiganimiz bizning maqsadimiz Sharq Turkiston musulmonlari, biz Uyg'ur musulmonlari vatanimizni ozod qilish bo'lsa, mayli martaba bo'lsin, bizda mayli martaba bo'lmasin, vazifamiz vatanimizni mustaqil qilish. Vazifamiz boshqon bo'lish, boshliq bo'lish yoki huquq bir narsaga mol dunyoga erishish emas. Mushiningda alayda diqqat qilaylik. Ana shundoq bo'lganligi uchun Allohning rizoligiga erishadi. Tillada dastan bo'ladi. Rasulullohning madhiyasiga, uningdan keyingi sahobalarning qasidalariga layoqatlik bo'ladi. Xolid ibn Valid 100 dan ortiq jangga kirgan bo'lsa-mu, o'zining og'zi bilan deyilgan so'zga binoan badanida bir g'irishchilik o'rin saqlanmagan, her bedenin her bir yerleri ya o'q izi, ya qilich izi, ya neyzi izi ana izlavidan to'shab ketgan bo'lsa-mu, Allah onunğa şu jangda şehit bo'lish martabasini bermaganligi yozmaganligi uchun o o'z ko'pisida Suriye, yani Şam zamanındaki hazırlıklı Suriye Himsida vafot topgan edi. Vafot topgan vaqti, yani hicretning 21-yili Ramazanning 18-kunisi Allah'ning dargohiga qaytdi. Ama hayotida shundoq batırlıklarni, shundoq urushlarga batır cesurani holatda bosib kirganki, başqalar o'ylab qoladiki, ana shundoq dushmanning orasiga kirgan kishi saqlanmaydi deb o'ylab qoladi. Ama Allah onun ecilini uyardı. Pükmese xuddi Xolid ibn Validga o'xshash nurg'unlagan, minglagan dushmanning orasidan saq salomat chiqib, o'zining o'rnida o'lib vafot topadi. Ajal uyardi keladi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz Xolid ibn Validning birinchi bo'lib qaysarligini, jasurligini, urush san'atidagi alohidaligi, zakosini har birimiz o'zimizga ulgu qilish bilan birga uning mansabdor emas ekanligini, bu qo'mondonlikni, bu nurg'unlagan fathi, nurg'unlagan urushni faqat Allohning kalimasini ustun qilish uchun, Rabbi Allohni rozi qilish uchun, musulmonlarning erkinligi, islomning izzatini ustun ko'tarish uchun qilganligini biz esimizda ching saqlaylik va buni o'zimizga ulgu qilaylik. Şuna bizim her bir faaliyetlerimizde mensep yoki mal dünya tamam qilmasdan faqat nişanımız, gayemiz olan vatanimizning mustaqilligiga mayli her makam, her o'rinda bo'layli, can dilimiz bilan xizmat qila olgan vaqtimizda Allohning rizoligiga erishamiz, Allohning nusratiga erishamiz. Va yana shundaqla Xolid ibn Validdek her vaqt o'zining shaxsiyatini o'ylamaydigan, her vaqt umumni o'ylaydigan bir xarakterini her birimiz o'zimizda yetildirmekligimiz lazımdır. Ve şunun o'xshash aziz qarindoshlar, oxirida deydiganimiz Xolid ibn Valid Allohning kalimasini ustun qilish uchun hech nimadan qo'rqmadi. Nurg'un janglarga kirdi, ammo jangda Alloh uning ajrini u yerda yozmabdi, saqladi. Shunga biz agar bizga ana shundoq kun kelsa va yoki har vaqt Allohning dinini ustun qilish uchun, vatanimizning mustaqilligi uchun har qanday faoliyatga atlangan vaqtimizda o'limni Alloh yozadi. Alloh bermasa o'lmaymiz. Xuddi Xolid ibn Validga o'xshash nurg'un janglarda saqlanib o'ldi o'lganga o'xshash bizmi Alloh nasib qilmasa o'lmaymiz deb ana shu jangovarlik, jasurlikni o'zimizga lozim qilmoqligimiz lozim. Ahirda Allah subhanahu wa ta'aladan bütün ehli İslam yaşlarına, bo'libmi Sharq Turkiston musulmonlari, Uyg'ur yaşlarına Xolid ibn Validdek cesurlik, batırlık, urush ilmi ve her vakit ölümden korkmaslık ruhunu ata qilishni Allah'tan tilaymiz. Allah subhanahu wa ta'ala aramızdan Xolid ibn Validga o'xshash cesur qo'mondonlarni, qo'rqmas qo'mondonlarni chiqarib bersin. Ahirda Allah subhanahu wa ta'aladan mushu ulug' Ramazonda har biraylarni bu kasallardan saq salomat qilishni, qilgan amallarimizga hesapsiz savoblar bilan amallarimizni qabul qilishini Allohdan tilaymiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.